Bizga bir xil savollar juda ko'p tushyapti. Shunga bir aniqlik kiritib o'tib ketamiz. Yuqorida bo'lgan aksiyamizda ikki xil karta mavjud. Birinchisi truba va fittinglar uchun. Buni do'konda mahsulotimizni xarid qilganingizda do'kondan talab qilishingiz mumkin. Ikkinchisi yopishtiriladigan karta bo'ladi. Mahsulotni qutisini ustiga yoki mahsulotni o'ziga yopishtiriladi. Promokodni botga qanday kiritishni ko'rsatib o'taman. Buni misolida yopishtirilgan stretch kartani o'chiramiz. Bu stretch karta faqat korobkada emas, mahsulotni o'zida ham bo'lishi ehtimoli bor. Hozir shu o'chirilgan promokodni kiritamiz. Bu uchun promokod kiritish tugmasini bosamiz va promokodni kiritamiz. Promokodni raqamlarini yozamiz. 93 44. Promokod kiritganingizda orasida joy qolishi shart emas, qabul qilinadi. Mana ko'rib turganingiz promokod kiritganda viloyat so'ralyapti. Men o'zim shahrimni tanlayman, Toshkent shahri. O'rnatilgan uskuna rasmini jo'nating. Shu payt rasmini so'raydi. Rasm olish uchun bir yo'li bor. Bot bizdan rasm so'radi. Hozir biz botga o'rnatilgan uskunaning rasmini jo'natamiz. Birinchi rasm oldidan, ikkinchi rasm esa yonidan. Ikkita rasm jo'natildi, sizga ball beriladi. Aytganimdek, hammasi oddiy.